Avtomatik korobkaning filtrini kimdirlar 100 mingda almashtirish kerak desa, kimdirlar umuman almashtirish kerak emas deydi. Filtrni qachon almashtirish kerak emas, bilasizlarmi? Sizlar chegirmada aksiya desa chopib ketavermanglar. Sababi mana shunaqa idealniy, ya'ni sifatli moyni quyib beramiz deyishadi, lekin ko'p joyda o'sha o'zi aslida idishdagi moy emas. Ya'ni nima demoqchiman? Sizga o'sha sifatli moy quyib beramiz deb ichiga qanaqadir arzon Dubayga qanaqadir sexlarda quyib beradigan moylar quyib berishadi, ichi layqa bo'lib ketadi. Mana bizni yechib, qarab, ana ustalar bor, ishonmasanglar borib tekshirib, so'rab ko'ringlar. Nimaga bizda avtomatik korobka juda ham remonti tez buzilgan, filtr tez almashtirganimiz sababi hamma narsa imminni mana shu moyga taqaladi. Tushunyapsizlarmi? Nimaga chetda bizga nisbatan moyi ko'proq yuradi va sifatli moylar ko'p, chunki u yerda bizdagi o'xshab aldash yo'q. Bizda shu narsa bo'lgani hisobiga mana shu narsa ham tez bo'lib qolyapti. Bu filtr o'zi 400 ming, 500 ming, 300 ming bemalol yurib beradi. Lekin bizda o'sha mana shu moy o'zida emas, ya'ni 600 minglik moy emas, ichida 200 minglik moy tiqilgan. O'shani hisobiga bu tez to'ladi. Bizga o'shancha ichlari sochilib ketgan, bizilib ketgan, qiyshayib ketgan bir nima korobkalar yetib kelyapti. Nima demoqchiman? Shu narsaga e'tibor beringlar va sifatli joyga boringlar, ishonchli odamga moyni almashtiringlar. Moyni har doim aytganimdek 25 mingdan 30 minggacha, zavodskoy moyi 15 mingdan 18 minggacha almashtirib yursanglar, albatta sizlar ziyon qilmaysizlar.